Uyimizga havas qilganlar bitta like bosib, o'zinglar fikringizni yozib qo'yinglar. Lekin bu uyni bitkazib olguncha ham ancha-muncha mehnat ketadi. Xo'p, hammaga assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xohlasa bugungi ishlarimizdan Kapayangi qishlog'ida akamiz ikki etashli uyni cho'tki hisob qo'yibdi ekan. Biz ham shunga yarasha yengil behromlarni qo'yib berdik. Xo'p, bu ishlarimizda sifat darajasi eng yuqori darajada bo'ldi. Nega? Xullas akamiz aytdiki, bitta pona ishlatmasdan cho'tki qilib qo'yib beringlar, ertadan pona atqa solganda yorilish boshqa narsa bo'ladi deydi. Bo'ldi aka, xizmatingizga qo'shib berasiz deydi. Bo'ldi aka, cho'tki qilib qo'yib beringlar deydi. Xudo xolasa romlarda bitta ham pona ishlatmasdan cho'tki qilib qo'yib berdi, ko'rishlar mumkin. Xo'p, romlarimiz yangicha antrazit grey degan ranglarimizda ko'rishlar mumkin. Juda ajoyib boshqacha rang. Engel B seriyadagi romlarimizdan. Xo'p, bu tomonlari ham ko'rinishlar high-tech berdik. Old taraflariga xudo xolasa panorama qilib 2 qavat oltilikdan yopib berganmiz, ko'rishlar mumkin. Xo'p, bu tomonda yana bitta yangicha nima? Tagiga qo'shimcha bitta koza profilni qo'shib berdik. Nega? Akamiz aytdiki, profil katta bo'lib ko'rinsa, ertadan bitta sokol boshqa narsa qilganda sokolga yopilib ketib qolmasin deydi. Shuni hisobiga qo'shimcha bitta profil qo'yib berdik. Chiroyli qilib lapshalar bilan ulab berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Vada sliflarni ham katta bo'lgan hisobiga 3 tadan ochib berdik, ko'rishlar mumkin. Cho'tki qilib stanovlarda ochilyapti hozir. Yangi stanovlar olib kelganmiz. Ko'rinishlari arqa taraflariga ham romlari bor. Xo'p, bet zinadan ikkinchi etaj chiqib ketaverish. Betlarga ham chiroyli qo'yib berdik. Pastashnilar bilan. Bu ikkinchi etaji, ikkinchi etajga eshiklarimizni termo 70 talik eshiklardan qo'yib berganmiz. Yopilishlari. Stoplina ruchkalari bilan oshmoqlarigacha italyaniki ishlatganmiz. Nimani Akfan o'ziniki emas, ya'ni O'zbekistonniki emas, italyaniki. Xo'p, eng mazza joyi mana bu yerdagi, negaki bitta kofelar damlab bor. Stollar qo'yib, quyosh botishini tomosha qilib o'tirishar. Juda mazza bo'lsa kerak. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Bu yerda yana bitta termo eshigimiz bor. Mana bu yerda yana bitta eshigimiz bor. Xo'p, aka, xudo xolasa uylar remontlab bo'lgandan keyin mana bu yerga chiroyli tapchancha qilib olaman deyapti. Akamizga tavsiya berdik. Aka, bu yerga tapchan qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerga chiroyli qilib surma setkalardan qilib bersak, xudo xolasa yoz kunida o'tirganda chivin pashsha talamaydi. Meka masalan divanni qo'yib kechib ketayotganda chivin pashsha talamaydi. Bu yerda ikkita termo eshigimiz bor. Xo'p, romlarimiz hammasi doimiy mexanizm. Ikki tomonlama ochilish. Montajni plankalari bilan cho'tki qilib qo'yib berganmiz. Ochilishlari juda yumshoq. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, derisga murojaat qilaverasizlar. Imkon qadar ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Hammaga rahmat.